Assalomu alaykum. Biologiya kimyo olam kanali kuzatuvchilari va yopiq kanal a'zolari. Bugun sizlar bilan nuklein kislotalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nuklein kislota, ya'ni nuklein kislota so'zi ma'nosi o'zi nukleus, yadro so'zidan olingan bo'ladi. Bu birinchi marta 1869-yilda Friedrix Miche tomonidan o'lik leykositlar yadrosidan, ya'ni yirik hujayralardan topilgan. Xo'p, nuklein kislotalar ikki xil tuzilishli bo'ladi. Ribonuklein kislota, ya'ni RNK va dezoksiribonuklein kislota RNK. Nuklein kislotalarning monomerlari bular nukleotidlar hisoblanadi va ular 3 ta tarkibiy qismdan azotli asos, uglevod va fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan. Demak, nuklein kislotalarning monomerlari bular nukleotidlar hisoblanib, ular 3 ta tarkibiy qismdan azotli asos, uglevod va fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, DNKdagi nukleotidlar dezoksiribonukleotidlar deb ataladi. RNKdagi nukleotidlar esa ribonukleotidlar deb ataladi. Va ular 3 tarkibiy qismdan o'shanday azotli asos, uglevodlardan dezoksiribonukleotidlarda dezoksiriboza, ribonukleotidlar esa riboza uglevodi bo'ladi. Birinchi azotli asoslarga keladigan bo'lsak, azotli asoslar ikkita qismga bo'linadi. Purin azotli asoslari va pirimidin azotli asoslari. Purin azotli asoslariga adenin va guanin kiradi. Pirimidin azotli asoslariga uracil, timin yoki sitozin nukleotitlari kiradi. Demak, azotli asoslar ikki xil bo'lar ekan. Purin azotli asoslari adenin, guaninni o'z ichiga oladi. Pirimidin azotli asoslar esa uracil, timin va sitozin nukleotitlarini o'z ichiga oladi. Hop, ko'rishimiz mumkin, mana bu yerdagi DNK va RNKdagi nukleotidlarni ko'rishimiz mumkin. Hop, DNKda va yana bitta narsani bilishimiz kerak. Purin azotli asoslar, ya'ni adenin bilan guaninlar ikkita halqadan, timin bilan sitozinlar esa bitta halqadan tashkil topgan. Shuni eslab qolishimiz kerak. Hop, undan keyin DNKda adenin nukleotidi, guanin nukleotidi, sitozin va timin nukleotitlari bo'ladi. RNKda bo'lsa adenin, guanin, sitozin va uracil nukleotidi bo'ladi. Mana bu DNKdagi timin nukleotidining o'rniga RNKda uracil nukleotidi bo'ladi. Va bu nukleotidlar nimasi bilan farq qiladi desa, bu nukleotidlar azotli asoslari bilan. Ya'ni mana bu yerda tarkib ham dezoksiriboza hammasida bir xil, fosfat kislota ham bir xil, faqatgina azotli asoslar har xil. Adenin nukleotidi adenin azotli asosi, guanin nukleotidi guanin azotli asosi, sitozin nukleotidida sitozin azotli asosi, timin nukleotidida esa timin azotli asosi bo'ladi. Xuddi shunday RNKda ham bir xil nukleotidlar hammasi tarkibiy qismida riboza bo'ladi, fosfat kislota bo'ladi va ular ham azotli asoslarga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Bular nomlanishiga keladigan bo'lsak, DNKda adenin nomlash uchun adenin nomi adenin dezoksiribonuklein kislota deb nomlanadi. RNKda adenin ribonuklein kislota deb nomlanadi. DNKda guanin dezoksiribonuklein kislota, RNKda guanin ribonuklein kislota deb nomlanadi. Timin hech qachon ribonuklein kislota bo'lmaydi. Ya'ni timin ribonuklein kislota deb nomlanmaydi. Bu xato fikr bo'ladi, chunki timin RNKda uchramaydi-ku. Xuddi shuningdek, uracil dezoksiribonuklein kislota deb nomlanmaydi, chunki uracil DNKda uchramaydi. Bizga bunga oid savollar nimada kelishi mumkin? Viruslarda kelishi mumkin. Masalan, adenovirus tarkibida uchraydigan komponentlarni belgilang yoki qismlarni belgilang deb, adenovirus bilamizki, DNKli. Uni nomlashda mana bunaqa qilib ketadi. Masalan, timin ribonuklein kislota deb olib ketadi javoblarda. Agar biz shuni oladigan bo'lsak, bu xato bo'ladi. Chunki timin ribonuklein emas, dezoksiribonuklein kislota deb nomlanadi. Buni eslab qolishimiz kerak. Undan keyingisi, hop, DNK haqida gaplashadigan bo'lsak, DNK ning o'zi uzun nomi dezoksiribonuklein kislota deb ataladi. DNK qush spiral zanjiridan tashkil topgan bo'ladi. Mana ikkita spiral zanjirdan tashkil topgan. Va bu spiral zanjir orasida vodorod bog'lari bo'ladi. Ya'ni nukleotidlar orasida vodorod bog'laridan tashkil topgan bo'ladi. Komplementariy qoidasini bitta eslashimiz kerak. DNKda har doim adenin niqasiga timin komplementar, timin niqasiga har doim adenin komplementar tarzda bo'ladi. Sitozin niqasiga har doim guanin, guanin niqasiga esa har doim sitozin nukleotitlari komplementar tarzda keladi. Adenin bilan timin orasida har doim ikkita vodorod bog', sitozin va guanin orasida esa 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Demak, adeninga timin, timinga adenin.
guaninga sitazin, sitazinga guanin komplementar va adenin timin orasida ikkita vodorod bog', guanin sitazin orasida esa 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Buni eslab qolishimiz kerak. Va shu yerda yana bitta narsa, Chargaff qoidasini yodga olishimiz kerak. Chargaff qoidasi nima degan? Chargaff qoidasi bo'yicha purin azotli asoslar soni pirimidin azotli asoslar soniga teng. Ya'ni purin azotli asoslar pirimidaga teng. Mana bu 3-qoidaga mos keladi bu. Ya'ni adenin bilan guaninning yig'indisi, ya'ni purinlar sitazin va timinning yig'indisiga, ya'ni pirimidinga teng. Masalan, mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Adeninlar bitta adenin, ikkita adenin, guaninlar bitta, ikkita. Demak, purin azotli asoslari jami 4 ta bo'lyapti. Pirimidin azotli asoslariga timin, sitazin kiradi. Timinlar 1, 2 ta, sitazinlar 1, 2 ta. Demak, bular ham 4 ta bo'lyapti. Xo'p, demak, purin azotli asoslari pirimidaga teng, ya'ni adenin guanin yig'indisi timin, sitazin yig'indisiga teng. Adenin soni har doim timin soniga teng bo'ladi. Ya'ni mana adenin bitta, ikkita, uni qasdi har doim timin turadi, shuning uchun bu ham bitta, ikkita bo'ladi. Guanin har doim sitazin soniga teng, chunki guaninni qasdi har doim sitazin bo'ladi. Guanin mana bitta, ikkita, qasdi sitazin bitta, ikkita. Buni eslab qolishimiz kerak. Xo'p, birinchi qismimiz, demak, DNK da vodorod bog'ni topish uchun nima qilishimiz kerak? DNK da vodorod bog'larini topish uchun adenin yoki timin sonini 2 ga ko'paytiramiz, chunki ular orasida ikkita vodorod bog' bo'ladi. Guanin yoki sitazin sonini 3 ga ko'paytiramiz, chunki ular orasida 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Masalan, sizlarga savol kelsa, DNK molekulasida 10 ta adenin nukleotidi, 30 ta guanin nukleotidi joylashgan bo'lsa, mana shu DNKdagi vodorod bog'larini toping degan bo'lsa, buni qanday topamiz? Xo'p, adeninlar mana birinchi yozib olamiz DNKni. Adenin 10 ta, uni qasdi timin 10 ta bo'ladi. Guanin 30 ta, uni qasdi sitazin 30 ta bo'ladi. Qoida bo'yicha adenin yoki timin soni, ya'ni mana bu 10 ni 2 ga ko'paytiramiz, bu 20, ya'ni bularning orasida 20 ta vodorod bog' bor. Guanin yoki sitazin soni, ya'ni 30 ni 3 ga ko'paytiramiz, 90 chiqadi. Bularning orasida esa 90 ta vodorod bog' bor. Umumiy DNKda esa hammasi qo'shganimizda 110 ta vodorod bog' bo'ladi. Xo'p, bundan keyingisi fosfodifil bog'larni topish. Fosfodifil bog' o'zi nima degani? Fosfodifil bog' bu nukleotidlar orasidagi bog' mana. Adenin bilan timinni bog'lab turgan mana bu bog', timin bilan guaninni bog'lab turgan mana bu bog', guanin bilan sitazin bog'lab turgan mana bu bog'. Ya'ni bular fosfodifil bog'lar hisoblanadi. Xo'p, va fosfodifil bog'lar umumiy nukleotidlar sonidan 2 taga kam bo'ladi. Mana masala mana. DNKni bitta zanjirda ko'ramiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta nukleotid bor. Ularni bog'lab turgan bog'lar ularni orasida bo'lgani uchun 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Ya'ni bitta zanjirda nukleotidlar sonidan fosfodifil bog'lar soni bittaga kam bo'ladi. Demak, xulosamiz, bitta zanjirda nukleotidlar sonidan fosfodifil bog'lar soni bittaga kam bo'ladi. DNK ikkita zanjir bo'lgani uchun fosfodifil bog'lar soni umumiy nukleotidlar sonidan 2 taga kam bo'ladi. Shuning uchun umumiy nukleotidlardan 2 ni ayirsak, fosfodifil bog'lar soniga o'tsak bo'ladi. Masalan, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta. Demak, 7 ta nukleotidimiz bor bitta zanjirda. Bu zanjirda ham 7 ta bo'ladi. Jami 14 ta nukleotid bor. Agar biz 14 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, umumiy fosfodifil bog'lar soniga o'tsak bo'ladi. Xuddi shunday sizlarga agar fosfodifil bog'lar sonini bergan bo'lsa, ya'ni masalan DNKda 12 ta fosfodifil bog' bor degan bo'lsa, sizlar shunga 2 ni qo'shib umumiy nukleotidlarga o'tsak bo'ladi. Masalan, 12 ga 2 ni qo'shsanglar 14, demak bu zanjirda 7 ta, bu zanjirda 7 ta nukleotid bor deb olsak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi uzunlikni topish. Xo'p, DNKning o'zi nukleotidlarning orasida 0.34 nanometr yoki 3.4 angstrom masofa bo'ladi. Demak, nukleotidlar orasida 0.34 va yoki 3.4 angstrom masofa bor. Xo'p, biza har doim DNKning uzunligini hisoblaganda bitta zanjirning uzunligini hisoblaymiz. Ya'ni DNKning ikkita zanjirning uzunligi emas, faqatgina bitta zanjir uzunligi hisoblanadi. Masalan, mana o'zimizga masala berilgan, qani mana shu tepadagi 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta nukleotid bor. Bularning orasida 0.34 nanometr masofa bo'lgani uchun 7 ni 0.3 ko'paytiramiz. Shunda buni DNKmizning uzunligi 2.38 nanometrni tashkil etadi.
Agar angiostenni so'rasa 3,4 ko'paytiramiz. Shunda 23/8 angiosten bo'ladi. Demak, xulosamiz DNK ni mana bu yerda yozilgan o'zi DNK ni uzunligini hisoblashda faqat bitta zanjir uzunligi hisobga olinadi bu 1. Uzunlik topish uchun bitta zanjirdagi nukleotlarni 0,4 ga, ya'ni nanometrda so'ragan bo'lsa yoki 3,4 ga, ya'ni angststromda so'ragan bo'lsa ko'paytiramiz. Endi shundan yana bitta xulosaga kelsak bo'ladi. Agar bizga uzunlik berilgan bo'lsa, agar u nanometrda berilgan bo'lsa, uni 0,4 ga bo'lsak, angststromda berilgan bo'lsa, uni 3,4 ga bo'lsak, o'sha bitta zanjirdagi nukleotlar soniga o'tsak bo'ladi. Masalan, 2,38 nanometrni biz 0,4 ga bo'lsak, bitta zanjirdagi nukleotlar soni kelib chiqadi. Xo'p, undan keyingisi DNK ni og'irligini topishga doir masalalar. Xo'p, DNK dagi har bitta nukleotidning og'irligi 345 daltonga teng. Agar bizda DNKmizda 14 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, shuni shunchaki 345 ga ko'paytirsak, umumiy og'irlik kelib chiqadi. Ya'ni ko'paytirganimizda 4830 dalton kelib chiqadi ekan. Xuddi shunday sizlarga agar og'irlik berilgan bo'lsa, og'irlikni 345 ga bo'lsanglar, umumiy nukleotlarga o'tsanglar bo'ladi. Bizdan ikkita qoida qilib ketsanglar o'zlariga yaxshi. Xo'p, DNK ni o'zi bog'ladini, og'irligini, xolos DNK ni har bitta qismiga oid misollarni ko'rib chiqdik. Undan keyin DNKmizning umumiy tuzilishi. Mana DNKmiz qo'sh spiral zanjirdan tashkil topgan. Xo'p, mana bu universitetdagi rasm va bundan nimani bilsak bo'ladi? Bundan nukleotlar orasida 0,34 nanometr masofa borligini va DNK qo'sh spirali orasida 2 nanometr masofa borligini bilsak bo'ladi. Ya'ni mana bu qo'sh spiralning uzunligi orasining uzunligi 2 nanometr. Chunki mana yarmi 1 nanometr berilgan, bu degani bu qismi ham 1 nanometr. Umumiy qo'sh spiral orasi 2 nanometrni bildiradi. Undan keyin yana nimani bilishimiz kerak? DNK mana spiral shaklda o'ralib ketgan bo'ladi va har bitta o'ram hosil qilish uchun 3,4 nanometr masofa kerak. Agar biz buni 0,4 ga bo'lsak, demak bu degani har o'ram hosil qilish uchun 10 ta nukleotid kerak degani. Bunga oid masala tushadi. Masala sizlarga aytadi. Mana bu yerda ham aytgan biza, agar 10 ta o'ram bo'lsa, DNKmizda 10 ta o'ramga o'ralgan bo'lsa, demak bu degani bitta 100 ta nukleotid bor degani. Jami esa 200 ta nukleotid bor degan. Sizlarga aytadi, masalan, DNK molekulasi 200 ta o'ram hosil qilgan bo'lsa va undagi adeninning foizi mana buncha bo'lgan bo'lsa, demak, bizga vodorod bog'lar sonini toping deb bersa, biza demak o'ramlarni har bitta o'ram hosil bo'lish uchun 10 ta nukleotid kerak bitta zanjirda. Ikkita zanjirda esa 20 ta nukleotid bo'ladi deb hisobga olishimiz kerak. Bu masalalarda keladi. Buni yodlab qo'yinglar. Xo'p, undan keyingisi RNK haqida gaplashamiz. RNK demak, RNK nomi ribonukleik kislota deb ataladi. RNKmiz mana yakka spiral zanjirdan tashkil topgan bo'ladi va bunda nukleotlardan sitozin, guanin, adenin va urasil nukleotlar bo'ladi. Xo'p, RNKda fosfodifid bog'ni topish uchun nima qilamiz? RNKda mana ko'ryapsizlar, bitta zanjir bo'lgani uchun unda vodorod bog'lar bo'lmaydi. Xo'p, RNKda fosfodifid bog'larni topish uchun nima qilamiz? Bu RNK bitta zanjir bo'lgani uchun boya ko'rdikki, bitta zanjirda demak fosfodifid bog'lar soni bitta kam bo'lgani uchun RNK bitta zanjir bo'lgani uchun shunchaki umumiy nukleotlar sonidan birdan ayirsangiz bo'ldi chiqadi. Ya'ni mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta nukleot bor. Ular orasidagi bog' 1, 2, 3. Umumiy nukleotlar 4 ta, 4 ta birdan ayirdik, 3 ta fosfodifid bog' chiqdi. Xuddi shunday agar biza fosfodifid bog'lar soniga 1 ni qo'shsak, RNKdagi umumiy nukleotlar soniga o'tsak bo'lar ekan. Xo'p, undan keyin RNKning uzunligini topish uchun nima qilamiz? Uzunligini topish uchun xuddi shunday DNKdan nima ish qilgan bo'lsak, xuddi shunaqa qilamiz. Ya'ni nukleotlar, umumiy nukleotlarni shunchaki 0,4 ko'paytiramiz. Shunda uzunlik kelib chiqadi. Xo'p, og'irligini topish uchun DNKdagi tadbir ish qilinadi. Ya'ni har bitta nukleotning og'irligi 345 dalton bo'lgandan keyin umumiy nukleotlarni shunchaki nimaga 7 ga ko'paytirsanglar, 345 ko'paytirsanglar, demak og'irlik kelib chiqadi. Mana masalan, umumiy nukleot bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak 7 ni 345 ko'paytirsam 2415 dalton kelib chiqyapti. Demak, bizani DNKni boshlang'ich tuzilishi bo'yicha darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa undan keyin
matritsali sintezga keladi. Sizlarga hozir ko'rib chiqamsizlar.